Короче, bu tap apparat uch. Bu tap apparat emas. Bu sakrovchi trombovka. Trombovka bu tuproq, shag'al, qum yoki asfaltni zichilash uchun ishlatiladigan mexanik qurilma yoki jarayon hisoblanadi. U yo'l qurilishida, bino poydevorlarini tayyorlashda, yo'laklar, maydonchalar va boshqa qurilish ishlarida keng qo'llaniladi. Bugun sizlar bilan sakrovchi trombovka haqida gaplashamiz. Bu qurilma vertikal tebranish orqali tuproqni bosim bilan siqadi. Ya'ni har bir sakrashda u yerga uriladi va tuproq zarralarini bir-biriga yaqinlashtiradi. Natijada zich va mustahkam qatlam hosil bo'ladi. Asosiy qismlari dvigatel, benzin yoki dizelda ishlaydi. Vibratsion mexanizm tebranish hosil qiladi. Prujinali oyoq esa shu qismni sakrashda har tuproqni uradi. Tutqich operator ushlab boshqaradigan qism. Afzalliklari: tor joyda ishlaydi, qatlamga kuchli zarba beradi, harakatchan va yengil. E'tiborli jihatlari: ishlayotganda sakrovchi trombovka kuchli tebranadi, shuning uchun uni mahkam ushlash kerak. Asfalt uchun mos emas, asosan qum, tuproq va shag'al uchun ishlatiladi. Dvigatel yog'ini va filtrini muntazam nazorat qilib turish.